На сцену приглашается участник под номером 190. Танцевальный ансамбль «Ауфарин». Народный танец под названием «Хорезмский танец Лезги». Сехрли Китоп Ктоли. Qadim o'tgan zamonda Turon degan tomonda bir o'lka bor ekan. Bu o'lkani Xoyrazm, ya'ni quyosh yeri deb atashar ekan. Odamlar shunday yaralgan ekan. Jonga tanaga kir debdilar. Jon tanaga kiribdi-yu, yugurib chiqibdi. Jondan so'rabdilar: "Nega yugurib chiqding?" Jon aytibdi: "U yer qop-qorong'i zimiston ekan, qo'rqaman" debdi. Shunda ilohiydan bir kuy taralibdi. Bu kuyga maftun bo'lgan jon tanaga kirganini o'zi ham sezmay qolibdi. Oldin barmoqlarga, keyin panjalarga, bilaklarga, yelkalarga, a'zoyi badaniga jon kirib, inson dirilibdi. Bu ilohiydan kelgan lazgi kuyi edi. Bu kuyni na Eroniylar, na Yunonlar, na arablar, na boshqalar yo'qota olganlar. Shundan buyon Xorazmda bu kuyni 9 xili mavjud ekan. O'tmishdagi ustozlar bu kuy ilohiy kuy bo'lgani uchun unga so'z bog'lashga jur'at eta olmagan ekanlar. Komiljon degan go'yanda unga jur'at etib so'z bog'ladi. Shundan keyin Xorazm lazgisi mangulikka yuz tutdi. İlahiden bir köy var, sadaları başkaça, aşkları başkaça, gedaları başkaça, dillerge hoş akıcı, navaları başkaça. Bu lazgidir dostlarım ey. Oynan lazgiga oynan. Bu lazgidir dostlarım ey. Oynan lazgiga oynan.